Kunuzga ham rahmat shu masalani olib chiqqani uchun. Kunuzda lekin tutilmasdan gapirasiz. So'nggi vaqtlarda o'zi shunday bo'lib ketdi-da, Maratjon. Shunaqa. İnternetda faqat uni yomonlab, buni yomonlab. Ko'pchilik o'ylayaptiki, bu kompaniya faqat mijozlar bilan kurashib, urushib, xuddi kimdir kelsa, o'shaning uchun ham Mirzabek ham kelmadi menim. Chunki hozir borsam yo militsiya chaqiradi, yo men bilan urushib qoladi. Bu mayligi telefonda keling, ishingizni hal qiling. Endi ko'pchilik mana bu o'sha shartnomani bekor qilgan odamlar yoki o'sha qanaqadir bizlar bilan kelishmovchilikka borib qolgan odamlar shuning uchun ham balkim kelmayapti-da, Instagramda yozyapti, masalanda. Oxirgi paytlarda o'sha mediada shunaqa bir ko'rinish bo'lib qoldi. Xuddiki bizlar mijozlar bilan urushgan. O'zimizlar ham ahmoqmiz. Prямо siz bilan to'g'ri kelib gaplashishga yarashganda. Yaxshilikka mana shu narsa bo'lish kerak ekan. Biz ham o'zimiz tomonidan xodimlar mana e'tiborsizlik qilgan, vaqtida mijozlarni eshitmagan. Endi boya kim aybdor, kim aybsiz degan narsani yig'ishtiramiz. Lekin o'zi bitta yomon narsa bo'lib qoldiki, hammaning ko'zida xuddi biz hamma mijozlarni jarimaga tortgan bo'lib qoldik-da. Ana mediada ham noto'g'ri ketdi. Xudo xohlasa mana Menga o'sha ketgan xodimingiz noto'g'ri ma'lumot bergan, mendan ham noto'g'ri jarima ushlab qolib. Stroysaga turmasa borib. Yo'q, ushlab ketdi deyapsiz, o'sha xodimingiz menga noto'g'ri ma'lumot bergan deb, masalan, meni ham jarima qilib, boshqa qilib, men ham shunaqa tushunganman deb. Shunaqa bo'lgan. Kecha ham yuristimizni shu masalada ozgina urishdik. Sababi haqiqatdan ham men o'zimning oldida ham ozgina noto'g'ri ma'lumot muomala qilganligi uchun keyin tushundim. Haqiqatdan men bo'lmaganman, sizlar kelganingizda ishinglar bitmagan, qanaqadir sizlar bilan agressiv yoki qanaqadir sizlar ham himoyada bo'lgansizlar, bular ham himoyada bo'lganda o'rtada anaqa bo'lmagan. Endi bitta narsa nasiba. Masalan, sizlar ham o'zingizlarni qanaqadir sababli yoki sababsiz kimdir shartnomani bekor qildi. Bizlar lekin baribir qurilishda davom etamiz. Lekin Abdushiy boyaga aytgan gapim Malik opa sizga ham, Mardon aka sizga ham hammaga Xudo xohlasa sizlar uchun 10 ta 20 ta uyda alohida olib qo'yamiz. Bitadi. Xudo xohlasa 26ni bahorda bitgan paytida mana va'da beraman shu videoda eng zo'r imkoniyatda siz bilan men o'chakishdim. Siz aytsizda uyolmayman dedingiz-ku. O'shancha aytyapman. Uyda bitqizaman. Ochilish marosimiga kelasiz, ko'zingiz bilan ko'rasiz. Kadastrlari chiqqan paytida siz ataydan sizga aytyapman, o'sha narsani ko'rib, men va'damni bajarganimda kelasizda. Men sizga eng super usloviya qilib beraman, uy olasiz. Kelishdingmi? Bo'ldi. Yo'q, desam olasizmi? Erkakcha. Paytidagi narxlarda sizga bermayman. Siz boshqa joyga bermaysiz. Yo'q. Kim bo'lishdan qat'iy nazar, yana bitta narsaki, ko'pchilik bizda haqiqatan moliyaviy pul yetishmovchiligi uchun qarzdorlik yuzasidan bekor qilgan. Shuning uchun men ularni ham ayblamoqchi emasman, lekin bitta narsani iltimos qilardimki, agar haqiqatan ham moliyaviy qiynalganligingiz uchun shartnomalarni bekor qilgan bo'lsangiz, men va'da beraman, muddatlarini cho'zib, qarzdorliklardan voz kechib, men hal qilib beraman. Birma-bir ko'rishib hal qilib. Lekin men hech qachon yolg'on gapirmaganman. Efirlarda ham, ko'rishganda ham aytganman. Agarda haqiqatan kimdir lokatsiyani, masalan o'sha ko'p muammo Sergeli bilan bog'liq, Sergeli mahallasi bo'lganligi uchun biz Sergeli City degan nom qo'yganmiz. Ya'ni ko'pchilik o'ylaydi bu Sergelidan emas-ku. Sergelidan 15 kilometr Sergeli mahallasida. Ko'pchilik haqiqatan bormasdan olib, lokatsiya noto'g'ri tushuntirilganligi uchun bekor qilgan bo'lsangiz yoki norozi bo'lsangiz, mana shahar hududida metroni oldida bizda loyihalar ko'p. Insof bilan o'rtirib kelishgan holda loyihangizni ko'chirib bo'lsa ham qilib beraman. Xohlar yoki kimnidir xayolida men masalan vaqtda qurib, endi meni fikrim bo'yicha men grafik bilan ketyapman, lekin uni xayolida menimcha bu cho'zadi yoki har xil mana bu holatlarni mediadagi xabarlardan keyin ishonchsizlik bo'lsa, mayli keling. Masalan 3 oy yoki 2 oy shartnomangizni muzlatamiz. Men o'zimga ishonaman, 3 oyda qanaqa rezultat ko'rsataman. 3 oydan keyin ko'zingiz bilan ko'rasiz, men va'da qilgan va'damni bajargan bo'lsam to'laysiz. Lekin asossiz izoh yozib yoki boshqa joyda qanaqadir bir-birimizni yomon ko'rib yurmaylik demoqchiman. Iltimos qilaman sizlardan ham. Agar sizlarda kimdadir kontakt bo'lsa, men o'zim ham murojaat qildim. Bularga rahmat birinchi o'rinda, chunki bu insonlar o'sha Kunuz agentligiga murojaat qilmaganda bizda mana shu muammolar borligini biz rahbarlar balki bilmasdik. Bilgan edik, lekin masshtab bu darajada, ya'ni muammo nimada desa, muammo pulda ham emas, yo qurilishda ham emas, muammo mijozlar bilan bizning o'rtamizdagi noto'g'ri bo'lib qolgan muloqotda bo'lganligi uchun ham shu sabab bo'ldi. Biz bildik, mana sizlar bilan do'stlashdik, gaplashdik, bir-birimizga va'da berdik va qolganlarga ham va'da beramiz. Kimdadir muammo bo'lsa hal qilib beramiz va bular bilan mana kelishuv qilganmiz. Xudo xohlasa grafiklar qilib berdik. O'sha kimgadir o'zi chiqib bo'lgan, kimgadir bir qismi chiqdi va umumiy hisobda 4 haftadan oshmaydi deb kelishib oldik, lekin men va'da beryapman, xudo xohlasa 2 haftaga qolmaydi. Hamma pullarni tushirib beramiz.
Rahmat sizlarga birinchi o'rinda tushunganingiz uchun. Sizga Kunuzga ham rahmat shu masalani olib chiqqani uchun. O'zlariga kelib uchrashdik. Men Umar Aliyevaman. Shu noto'g'ri xodim menga noto'g'ri yondoshib, mendan noto'g'ri foiz olib qo'ygandi. Chunki men pastdan o'shani hal qilib ketganman. Mana o'zlari bilan uchrashdik, hammasi hal bo'ldi. Haqiqatdan hech qanaqa foiz olib qolinmas ekan. Xudo xolisa mana keyingi haftayoq уже pulimiz beriladi. Sizniki bir qismi. Da, bir qismi. Dushanba kuni Основnoyni olib bo'lganman o'zi 131 million, 35 million ozgina qolgan, u ham keyingi hafta tushadi. Ha, bizniki ham 245 million so'm to'laganman. O'shandan endi 30 millioni tushdi. Endi grafik asosida mana shu oy ichida olamiz, xudo xolasa. Menga ham 210 million edi. 20 million tushdi. Xudo xolasa erta indin yana tushadi. Va'da berdi. Xudo xolasa tushib, hammasi yaxshi, hech qanday bir-birimizdan xafagarchilik yo bir nima yo'q. Ozroq tushunmovchilik bo'ldi. U to'g'ri kelib Marat xayrlashish bilan gaplashdik. Mana hech qanaqa muammo bo'lgani yo'q. Hammasi yaxshi, zo'r. O'zlari bilan uchrashib, hammasini hal qilish kerak ekan. Birinchi ochibdi. Ko'chada har xil gaplar Mana nimalar hozir deyishmoqda. Maratjon bilan gaplashdik, kelishib oldik. Hozir 30 million tashlab berishdi. Mana bir kunning o'zida qolganini xudo xolasa 4 hafta 28 kunning ichida qolgan summani tashlab berishga va'da berdilar. Xudo xolasa hammasi yaxshi. Ishlariga omad. Rahmat. Ishlaringizga omad. Hammasi. Sog' bo'ling. Rahmat. Rahmat. Kunuzda lekin tutilmasdan gapirasiz. Chunki baribir Shahzodani gapirdingiz-ku siz. Shahzoda ham xursand bo'lib ko'rgan videoni. Hech narsa bejizga emas aka.